Alloh taolo Ibrohim alayhissalomga bunday vahiy qildi: Ey Ibrohim, qo'lingga ketmon kurakni ol va falon toqqa chiq. U yerda katta bir qabr bor, uni kavlab ko'r, ichida nima borligini bil. Ibrohim alayhissalom Allohning amriga itoat etib o'sha toqqa chiqdilar. Qabrni topib uni qazi boshladilar. Nihoyat qabr ochilganida hayratlanarli manzara ko'zga tashlandi. Unda beqiyos kattalikdagi inson jasadi va uning bosh tomonida yozuv bitilgan ulkan lavha bor edi. Lavhada quyidagilar yozilgandi: Men Ot qavmining podshohiman. 1000 yil umr ko'rdim. 1000ta qo'shin bilan jang qildim. Hammasini yengdim. 1000 marta uylandim. 1000ta bolam bo'ldi. Mol dunyomning hisob kitobi yo'q edi. Lekin bir kuni davosi yo'q kasallikka chalindim. Meni qutqaringlar, nima istasangiz beraman dedim. Hatto butun boyligimni berishga ham rozi bo'ldim. 77 yurtdan tabib va shifokorlarni keltirdim, ammo barchasi ojiz qoldi. Bu kasallikka hech qanday davo topa olishmadi. Endi o'lim ostonasidaman. Shuning uchun bu lavhani yozdirdim. Oxirgi so'zim shuki, bu dunyo meni aldadi, sizni ham aldamasin. Men kuchimga, qudratimga, boyligimga ishondim. Menga hech kim hech narsa qila olmaydi deb o'yladim. Ammo bildimki, men juda ojiz ekanman. Butun dunyom kasalligimga davo bo'lmadi. Men yondim, sizlar yonmang. Men dunyoga aldandim, sizlar aldanmang. Alloh taolo Qur'oni Karimda Ot qavmi haqida bunday deydi: Ot qavmiga kelsak, ular yer yuzida nohaq ravishda kibrlandilar va bizdan ko'ra kim kuchliroq dedilar. Axir ularni yaratgan Alloh ulardan ham kuchliroq ekanini ko'rmadilarmi? Ular bizning oyatlarimizni inkor qilar edilar. Fusilat surasi 15-oyat. Ibrat shuki, kuch ham, boylik ham, mansab ham vaqtinchalik. Abadiy qoladigani faqat iymon, tavba va solih amaldir.